Assalomu alaykum qizlar, hammaga. Yaxshimisizlar qizlar? Qizlar, zakazlar kelgan. Hozir hammasini obzor qilib, ko'rsatib narxlari bilan aytib o'tishga harakat qilaman. Xo'sh, Medipildan vitanol kremidan kelgan. Bu oqartiruvchi krem, ham ajinlarga, tarkibida peptidlari bor va retinoli, niasinamid va vitaminlar kompleksi bor tarkibida. Keyin bu o'sha bu nima? Medipildan ajinlarga krem. Namlantiradi, ajinlarni yoyadi, yuzga lifting beradi. Keyin Dr. G'dan tonaplik SPF krem 35 mg eng sifatli SPF kremlardan bu. Bundan ham kelgan mana. Keyin Shibator kremlari bu arzon varianti. Poddelkasi emas, ham har doim aytaman, bu boshqa brend, narigisi boshqa brend. Bu 85 mingdan, narigi 140 mingdan. Keyin qizlar Dr. G'dan yuz chuqur namlovchi va barrieri buzilgan yuzlar uchun eng zo'r qayta tiklovchi kremlardan qizlar. Bu 100 mg yonida 30 mg bo'ladi. Alohida ham sotiladi, bitta qilib ham sotiladi. Keyin o'zim ishlatayotgan mana shu krem. Bu ajinlarga ham ishlaydi, namlantiradi, yuzga lifting beradi. Eng qimmat brendning skidkaga tushgan kremlaridan qizlar. Keyin Dr. G brendidan kremlarimiz kelyapti hozir. 75 mg-ligi 175 ming so'mdan skidkaga kelyapti qizlar. Mana keyin yana bor edi, adashmasam. Yo'q, bu nima krem? Dog'larga Snow White'dan Melastop kremi va oqartiruvchi krem. Tarkibida niasinamid va arbutini bor. Dog'larga ishlaydi, yuzni yorqin qiladi. Bu 80 mg 160 ming so'mdan. Keyin dog'larga mana bu kremdan ham bor. Melaban kremi. Bundan ham bor qizlar. Yuzni umuman quritmaydi. Vitamin C bilasizlar, yuzni quritadi. Bu unaqa quritmaydi yuzni. Dog'larni ochartirishga yaxshi yordam beruvchi. Keyin bu 175 ming so'mdan. Bu esa bu serum ampulasi. Xuddi bir xil nimasi tarkiblari bu ampulasi. Bu ham shunaqa narxda, hajmi 50 mg. Keyin qizlar mana bu penkalardan kelyapti. Eng sifatli penkalardan. O'qiniki ishlatgan odamlar qayta shu kelguncha ham so'rashdi. Endi buni ko'pchilik so'rab qo'ygandi. Bir marta olib ishlatganlar, ayniqsa kelganda olib qo'ying deb. Keyin Xeradan qo'shildi. Buni ham rosa ham ko'p sotyapman qizlar. Keyin buni aytdim. Bu esa multivitaminli Merkitdan oqartiruvchi ampula bu ham. Keyin Dr. Circle'ni SPF'lardan kelyapti qizlar. Skidka narxlarda 135 ming so'mdan. Bu yog'li yuzlarga yaxshi tushadi. Ta'sirchan yog'li yuzlarga yaxshi. Bu esa quruq yuzlarga yaxshi tushuvchi SPF kremlari. 50 mg 135 ming so'm. Bu ham 135 ming so'm. Bu 130 ming so'm. Keyin Roundlab'ning SPF'laridan ham bor qizlar. Bular 160 ming so'mdan. Keyin buni aytdim. Bujetni Anjo SPF'laridan bor 65 ming so'mdan. Keyin Sisi kremlardan bor 160 mingdan. Keyin Xurum kollageni hozir skidkaga tushgan qizlar 260 ming so'mdan skidkada. Medipilni ampulasi bu 150 ming. Toneri ampulasi. Keyin tagida karboksila bor ekan. Xo'sh. Keyin bu yerda qizlar Rockisdan tozalovchi balm. Buni o'zim ishlatishga oldirgandim, lekin olib qo'yishdi buni klientlar. Hajmi 150 mg. Yaxshi tozalaydi, xuddi zerodagi yumshoq olib tashlaydi makiyajni. Menga Rockis narsalari yoqadi. Ko'pchilik eshitmaganigami unaqa qiziqish bildirishmaydi, lekin narsalari sifatli. O'zim SPF dan ishlatyapman, stikligidan. Yana ko'z kremi, yana nimalarni ishlatgan. Shu narsalardan ishlatganman, keyin pilingidanmi. Xullas zo'r, men o'zimga yoqadi. Keyin Dr. Circle'dan set 240 ming so'mdan qizlar. Bu gidrofilli masla spenkasi bo'ladi.
Keyin nimalar bor bu yerda? SPF'lar, beauty nimandagi Roundlab'niki, keyin retinollik krem, Medipil'dan keyin mana bu tushlarimizdan bor qizlar 60 mingdan, bundan bor bu 45 ming so'mdan qizlar. Eng sifatli tushlardan. Mana bu pachi ko'z atrofi uchun. Bu oqartiruvchi, intim oqartiruvchi kremlarimiz 120 ming so'mdan qizlar. Bu yerda keyin Anjo SPF'lari, mana Rockis'ni peelingi. Keyin Gemarobin Mazdan ham bor nalichda qizlar. Buni olganlar yana olishyapti. Tanishlariga ham maqtab, ularga ham zakaz qilib olib berishyapti. Rezultatini bittada bilsangizlar bo'ladi qizlar. Juda ham zo'r emas. Bu penkadan bor. Keyin aksessuar serumidan bor. Keyin mana bu ko'z serumidan bor ko'z atrofi uchun. Keyin bundan bor. Bu 110 mingmida shunaqa edi. Hemishdan penka. Bu naborimizdan bor quruq yuzlar uchun. Bu 155 ming so'mdan. Quruq o'zi hamma yuzga tushadi. Ayniqsa shu quruq yuzlarni zo'rlamlab beradi, lekin yog'li yuzlarga ham yaxshi tushadi. Mana Rockis'ni ko'z kremlari. O'zimga yoqadi shaxsan shu brend narsalari. Mana. Bular budjetni 65 ming so'mdan. Mana bunaqa probniklar kelgan qizlar. Xo'sh, shunaqa qizlar, qaranglar. Agar zakazlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, Telegram gruppam silkasini qoldiraman. O'sha yerdan yozsangizlar bo'ladi men lichkamga, gruppamga.